Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi sotuvdagi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi Tahoe. Mashinamiz 3900 yurgan, 23-24, krassiyalari top-toza, probeklari halol, bemalol tekshirtiraverasiz obunachilar. Buni narxi 95 ming. Ikkinchisi 3400 yurgan. Bu ham xuddi shunaqa 24 hisob ma'lumot, 23 tex pasport, krassiyalar top-toza, 3500 km yurgan. Buni narxini 95 ming. Ikkalasidan 95 ming dollar kelishtirib choynak qilib beramiz. Ikkalasidan nasiya savdogan Barti xizmatimiz ham bor. Keyingisi Travers. Mashinamiz 25-yil fevral oyida olingan salondan. Krassiyalar top-toza, 23 tex pasport, atiga 6000 km yurgan. Buni narxini 49,5 ming so'rayapmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Keyingisi Econox. Mashinamiz 24 salondan olingan, 23 tex pasport, 7800 km yurgan. 4 ta vidishli Abduf Palace upravleniya propan qo'yilgan avtosalonda garantiyali obunachilar. Buni narxini 36 ming dollar so'raymiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Keyingisi Malibu Premier. Mashinamiz 22-yil, 20 salondan olingan, 8000 km yurgan atiga, krassiyalar top-toza, bemalol tekshirtiraverasiz, probek krassiyasini. Obunachilar buni narxini 37,5 ming so'rayapmiz, yana kelishtirib choynak qilib beramiz. Keyingisi Malibu Q4 18-yil, 84 ming yurgan, 4 ta Michelin balon krugoy tonirovkasi bor, idealniy holati, narxini 19 ming dollarga beraveramiz. Kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanjar Avtoga murojaat qilaverasiz. E'tibor uchun rahmat hammaga. Bo'ladimi?